kelinglar sizlarga 450 mingga qilgan tortni ustini birga yasatamiz. Bu tortimizni 5 to'y uchun yangi tug'ilgan chaqaloqqa biskvitlari oq, 4 ta sloykali 3 xil nachinkalari banan, malina, yong'oq, beze, karamel qilib 3 xil nachinka qilganman. Shunaqa mazasi zo'r hadavoy tort bo'ladi. Hamma maza qilib yeydi. Razmerlari bo'lsa 12-15 kishilik, undan ham ko'proq odamga yetkazsa bo'ladi. Tortni obyomi ham, bo'ylari ham balangina bo'ladi. Xullas, o'tbetga olib borsa uyaltirmaydigan tort bo'ladi. Ustilarini shanti kremda chiroyli qilib tekislab, tayyor shunaqa mastika o'yinchoqlardan ustilarini chiroyli qilib yasatib olamiz. Agar sizlar ham uyda mustaqil tort qilmoqchi bo'lsanglar, shunaqa tayyor o'yinchoqlar Chorsu Beshik bozorida sotadi. Bemalol xohlaganinglarni olib, sizlar ham chiroyli qilib yasatsanglar bo'ladi. Undan tashqari ismini ham yozib bering degandilar. Shunaqa harfchalardan ismlarini ham yasab chiroyli qilib qo'yib berdim. Shunaqa asalgina chiqqan tortimizni chiroyli upakovkalarga joylab, egalariga dostavka qilib jo'natib yuboramiz. Nima deb o'ylaysizlar? 5 to'y uchun qilgan tortim arzonmi yoki qimmatmi? O'zingiz fikringizni обязательно kommentariyaga yozib qoldirib keting.